la la mazza qilib ko'ryapman telefon ishlarini. Uzr. Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Ilya do'stlar. Do'stlar konsa bo'ladi. Voy, badamiz ketdi. Voy. Do'stlar, kun juda issiq bo'lyapti. Men bir do'kon ochayim deyapman. To'xtang, men hozir shushkasi bo'lmay. To'sqa shunaqa qiziqki, to'sqa kim turibdi? Kuyib ketmaydimi? Sen kimsan? Ha, qanasan, Ilya? Nimaga isming nega? Senga nima? Do'stlar, oppoq-ku. Sen oqsan-ku. Senga nima dedim? Ha, mayli, o'zing bilasan. Issiqxonada turibsan? Senga nima? Ha, bildi, qolsang. Voy, do'stlar. Yuguraylik. Voy. Do'stlar, omon. Bundaga bir narsalar olishimiz kerak. Voy. Do'stlar. Havo shunaqa issiqkan, jitirlar qana ichida yapti. Qarang, jitirlar. Kuydimi badanim deyman. Do'stlar, men o'zim kerak narsa olishim kerak. Omon bo'lamiz. Bugun kam oldi do'stlaring. Tomay oldi suv ichib, bank suv isib ketmagan bo'lsin-da. Eshik buzilib qolibdimi? Issiq. Voy. Shuni ko'raychi. Voy. Tushib ko'raychi. O'lim, kuyapti tezroq. Boray olay. Voy, shunaqa issiq do'stlar. Ichida bo'lmaydi, qo'lim kuydi. Do'stlar, bunday issiq. Do'stlar, hozir men hammasini olib men do'konga to'xtaylar. Meni pulim bor edi aytgancha. Men bu anaqa uyimni oldirgan narsani sotib olishim kerak. Do'stlar, mana bir voy issiq. Uyga yetib oldim do'stlar. Voy, qo'limga o'zim og'riyapti endi yana. Voy, do'stlar, mana 53 dollarim bor. Va mana shadagi sotib olsam bo'ladi-da. Mana do'stlar, cho'lay. Uni so'ramadingmi? Yo'q. Voy, tez gapiring. Obod aka, onaysiz. Zo'rman. Ilya, mana shu uyni sotib ol, iltimos. Ha, shuni olishim kerak. Men sana aytdim, oila boqishim kerak. Oyga nech pul? 50 dollar. Voy, insof qilamda. Iltimos. 50 dollar aytyapman. Oyga aniqmi? Ha. Tez beraylik. Hech o'xshini ket. Biz ham o'xshimiz ketamiz. Voy. Mana Obod aka. Rahmat. Voy, kirovlar birinchi voy. Yaxshi joy. Do'stlar, endi biz kerak narsalar olib kelishimiz kerak ombordan. Do'stlar, nihoyatdagina olib keldik do'stlar. Do'stlar, like bilan obuna hech qachon esdan chiqmasin do'stlar. Endi joylashimiz kerak. Shuni qo'ysak-chi, shuni qo'yamiz. Yaxshi turibdi. Hozir qiyshiq, lekin iloji yo'q. Hop. Mana yaxshi qo'yibman deb umiddaman. Buni ham yaxshi. Dagini qo'yish kerak. Qayerga qo'yish kerak boshqa? Hop, yaxshi buni ham. Yaxshi. Ketyapti. Voy. Yoqda ikkinchi kira olaman. Qanday olamni ketdi-ku. Yetarli ko'payib ketdi. Yomon adashdim deyman. Do'stlar. Biz toshimiz uchun tagiga qo'yishimiz kerak. Muzni bokira olmadik-ku. Mana
Like bilan qadam abunesidan chiqmasin. Olamiz. Kechqurun bo'lyaptimi nima? Biz olishimiz kerak. Mana buzilib ketmay. Voy, shu ketdi-ku. Hozir buni nima qilishimiz kerak endi? To'xtanglar endi. Qoladiki, esiz. Aytdim men bekor qo'ydim. Shuncha pul olgan edim, hammasini buzdim. Review. Ko'ryapsizlarmi? Sizni yuraman-da. Like bilan obuna bosinglar, juda ham kamayapti. O'zim qurib ketdi. Hali suv olib kelishim kerak. Alancha bor. Shuncha bir mehnat qilyapman, ona esdan chiqmasin. Shunaqa issiq, sizlarga tavsiya bermayman. Issiqqa chiqishga. To'g'ri shunaqa issiqki, qushlarni ketib qolishi mumkin. Voy, qo'lim qiyshiqda. Biram tars deb so'g'ib ketdi ismga. Buni qo'yaylik. Bang. Qo'yishimiz kerak. Shu yaxlab ketamiz joyimiz. Unchalik yaxlamab, oyoqni yaxlab qo'yincha ona vertolyot yaxshim 7 olib kelganman. Pulga olib kelganman. Hammasini. Ozgina menga yordam bering. Tekin olib berib. Yana bular qo'yib chiqish kerak. Bo'ynada mana. Bu joy kam qo'yishimiz kerak. Bo'ynada ko'p o'kis yo'qmaykan odamga mana. Chotga turadi, qanaqa tura boshqa. Endi biz buni bu bulonni olib, buni chiroyli qo'yamiz. O'zimizga mos qilamiz. Mana bo'ladi menga. Assalomu alaykum deyman-da. Pul, eng muhimi pul. Ishlash uchun keldik. Qo'yamiz mana shu yoqqa. Va telefonni ham nimaga bu? Instagramda yaxshi Instagramda akkaunt ochgan zo'ra, tamam. 1000 kishi ko'rdi, yaxshi. Endi men suv kelishga tushaman. Xandillar qo'yishgan. To'xtanglar, ovqatim achib qolmasin. Oldiga boraman-da. Ichiga qo'yib chiqash ovqatlarni. Ay, mana. Ay. Qo'ydik. Buni chegiramiz. Bitta narsa esdan chiqdi. Nimadir stul olib kelgan edim o'zimga o'tirishimga mana. Shanknetga eklamiz, gaplashib o'tiramiz. Qo'lim to'lib qoldi. Mana endi bemalol bo'laman. Bunga nima qo'yamiz? Böyle hammasini. Endi biz suv kelamiz sizlar. Mana do'stlar, yaxshi suv keldik. Mana. Shunga yaxdek qo'llam yaxlab ketdi. Endi ichiga suv chiqishimiz kerak. To'xtasa handillikka hammasi shunday. Ana yaxladi. O'zim tircholim nazarcha. Voy. Mana endi masalan. Do'stlar, reklama buni esdan chiqmasin. Mehnatimiz ketdi, shuncha mehnat. Terilib ketamiz shu mehnatda biz. Hamma YouTuber terlaydi, issiqlaydi. Silamaydi, просто video olib qiynaladi. Ko'p montaj, bunaqa. Ilya bilan va Alvin juda ham qiziq videolar olib shuni kuzataman. Shularga zo'r, juda ham Alvin degan ukasi juda ham kulgili, mazza qilib ko'raman. Telefonimda mazza qilib ko'raman-da. Yangi video qo'ydi Alvin bilan. Yaxshi, buni video tugagandan keyin o'zim ko'raman telefon bilan, tirizalama yoqib. Do'stlar, qo'yib chiqdi.
nihoyat deganda shuncha mehnat. Issiq, havo issiq. Ikkinchi qismni qanaqa video qo'yishini kommentga yozib qo'ying. Ana shu videoni yoki ertadan keyin chiqarishim mumkin. Qaravering, Ilya, qaravon. Qachon ketilaring? Hozir. Dastur sarxozin ketilaringmi? Ha, to'g'ri. Biz ikkita yaxta suv beror. Ikkita yaxtaydanmi? Ha. Voy do'stlar, meni klientim kelish boshladi. Yo'q, bu hamligimga emas ekan. Xonamda yaxtang. Ko'zing ko'rmay yaxta tashlarimda. Mana o'zimga bor ekan. Yaxtaymi aniq? Yo'q, yaxta emas. Yaxta emasmi? Yaxta edi, garang. Ha. Ko'ryapsan seni ahvolim. Bexabarku. Majidil. Omon bo'lasan. Hozir o'tirsa bo'ladimi? Do'stlar, mana jidil pul tashladingmi? Ha, ana sandig'ingga. Ko'ra olamiz. Atik 3 ta o'ldirmi? Ha, endi. Hamma ishlar uchun. Kedimizmi? Hozir yaxlab oladi, suvdan ichib. Hop. Xayr do'stlar, video tugadi. Kommentlarda yozinglar qanaqa video chiqaraylik. Like bilan obuna esdan chiqmasin do'stlar. Xayr do'stlar, bugun sizlar bilan Ilya bo'ldi.